Yaxshimisilar do'stlar? Unda bo'lsa, g'ijak yasash darsimizning 3-chi qismini davomlashtiraylik. Bu zarak darsimizda g'ijakniki qo'saq qismi tutashgan bo'lkining davomini davomli ishlab o'qaylik. Unda bo'lsa, biz avval bu bo'lak qismini bir kuzatib o'qaylik. Masalan, ma şekil birinci derslikte ben bir so'zlagandim. Miyadan boshlab astoydil chiziq chizsak, buni uchi miyaga tutishgan deb. Materialga o'xshash. Demak, ma'u miyadan miyagacha bir gavdaga o'xshab ketadi. Ama aston qismi yandan qarasak, azroq badamla shakliga o'xshab qolgan shunaqa. Unda bo'lsa, ma'u biz sizib olgan rasmga qarab qo'yaylik. Qarasak, bu shakl mana miyadan kelib, ma'u biz yasab olgan mana shaklga ulangan. Mana o'rni yana shunaqa. Ondan ma aston qismida mana bir shakl bo'lgan shunaqa. Qaranglar. Mana mush bo'lak bu ham biz ko'rgan shakl shu. Bu ham ma'u aslidagi ma'u naqshlik. Ma'u tutashgan shunaqa. Unda bo'lsa biz avval belgilaylik yine box şekilden bir nekir olayı. Unda biz ma'u resimlerini tanınıp kalmaslık için biz bularni bir qavatga sep qo'yib turaylik. Bularni resim shunaqa. Aytgandan keyin biz buni mana qilib qo'ysak, mana tanlag'il bo'lmaydi holatda turdi. Ondan bayam kirgan bu ko'p shaklni biz muvofiq o'rin qo'yaylik. Mana egizlikka ma'u chekit bilan o'xshash bo'lishi kerak. Bo'lgandan keyin qadam biz ma'u box shakliniki mana yetib turay. Mana ki üstünki yüzüne yüzüşümüz gerekiyor. Hem demiş kılımız ya vakitte böleklerini tuluklayımız yine. Bir yüzünü talıyıp bunu extrude kılmasına koy. Extrude'nin buyruk nerede? Edit mesh extrude'ine koy. Koyğandan keyin biz müş çıqırıb olğan bölekning özüne tartib bu yerga keltiraylik. Yana birini müş yüzünü o'zini tutib turib bu o'ringa endi bunda qo'yib bo'lgandan keyin ish qiladigan vaqtda miyada bunda tuzilmasini qo'y agri oladiki
Ondan miyem egri, miyede bir köpep çıkan şekil bakken, miyede içik petin qalet geçine ko. O en çonqur alıptı. Bularını asıl kılaydı. Şimdi miyenin şeklişine koy. Miyenin şekli qanday keladigan vaqtda bunday qilish kerak. Endi buningki oldi ko'rinishi qarasak, qaranglar. Mana oldi ko'rinishimi bir xil siliq olatga shunday qo'y. Egilma olatga tuz emasa. Bizning yasag'imiz tuz olatda yozdi. Shuning uchun biz buni qilishimiz kerak. Mana arzimani qarasak, hozir o'ng taraf bilan mana sol taraf o'xshamida shunday qo'y. Bunday ahvolda biz bir tarafni asoslasak bo'ldi. Masalan, ya o'ng tarafni, ya sol tarafni. Men ma tarafni asos qilay. Ondan yana bir masala hozir mana qarasak, miya kelgan bilan ustungi qismi kamilashini ama buni qanday qilamiz degan vaqtda biz deformni ichiga kirsanglar miya bir buyruq bor. Ya'ni shaklning ustiga bir shakl asl qildi. Biz osh shakllar qilib bu shaklni kontrol qilaymiz. Masalan, mana hozir qarasak, mana shakl o'ylaga keldi. Shuning bilan men buni bu hamsi jismniki tarixi, mush tarixini yutmamsak eg'irlab ketadi. Shuning uchun men bu tarixini yutishim kerak. Ya'ni modifier'ni chiqarsanglar, yo'q. Edit notitatma history. Tarixni yutdik. Endi yana bir masala bu tuz emas, bunda egirga shunday qo'y. Buni qanday qilamiz degan vaqtda miyada keldiki miyada kelmabdi shundaymi? Bunday qilsa biz buni yana o'xshashlar boyaqi buyruq bilan buni miyaga asos qo'yaylik. Men 40 shunday qo'y. 40 asos qilib bo'lgandan keyin tarixni yutib bunun o'ttirisiga bir siziq qo'yaylik. Ondan bu siziqning o'zini oldiga ham pastga
Devam edelim şuna koy. Kurum tasdım bini bassak, bunda bir yumuşak tanlash asıl buldu. Bu nima degan vaqtda, mesela bir tartışkini talab bo'lgandan keyin shuni yetkazsanglar, atrofga chekitnimi masalda yetkazib manglaydi. Bir kurum besib turib, mouse'ning sol kurum besib turib, o'ng so'l sursanglar, buningki ta'sir doirasini tanishinglar bo'ldi. Mana bu bo'ldi. Bir kurum bir qatan bassanglar, bu bekor bo'ldi. İqtidor etildi. Undan belki bir bugun qo'shib olgandan keyin buni agar tanishilmasa, biz buningki modulni yerini yutib turib, buni qo'ldan sepiraylik. Agar mana buyruq ishlamay qolib qolsa, hozir qarasak, ikki qismiga mos kelmayapti shunaqqa. Men mana yolg'izlar ko'rinadigan holatga kelib qo'yib turay, mana ko'rinishni. Ya'ni mana bossak yolg'iz ko'rindi. Undan bularni bekor qilib turib, endi birisini qo'yay. Qo'lda tortib bersak eng yaxshi bo'ldi hozircha. Endi bunun qolgan yerini chiqaraylik. Ya'ni shiftni bosib turib, mousening o'ng knopkasini bosgan vaqtda chiqqan tizimlikdan mirror polygon. Bunun ichida -x. Nima uchun -x degan vaqtda mana o'zi +x hozir. +x bor, lekin mana minus tarafi yo'q. Shuning uchun biz buni -x bo'yicha tanlab chiqarib olsak bo'ldi. Undan yana davomli tanishaylik. Şekil asasen çıktı. Endi ama kırlık okuğa geldiğinde alıp bırak kolay.
smooth qilsak, mana bu shaklni o'zi biz o'ylagan yerga keldi, shunaqo. Shundan bilan biz ama aslan qismini yasab bo'ldik. Hozir menga qarasak, miya pek yumshoq ekan, shunaqo. Bu yer undoq pek yumshoq emas miya. Shuning uchun biz buni keyingi bir yonda tutib turib, bu yanaki segmentini azroq kuchaytiraylik yana. Bir matrepga qo'ymaymiz. Nima uchun degan vaqtda budirab qo'ysak, matrepga qo'ygan o'xshash qo'yg'il bo'lmaydi. Shuning uchun qanday qilamiz degan vaqtda bu modelni yerini yutib turib, yana qaytadan boyanqa o'xshash ko'paytirsak ham bo'ladi. Undan yumshatib smooth. Hozir mesela nima degan vaqtda buning maqri sal qirli bo'lib qolibdi, shunaqa. Bunday qilib qolsa shiftni bostirib mouse'ni o'ng klikni bosgan vaqtda slide edge tool deb bir buyruq bor. Bu nima degan vaqtda siziqni shu plane'ning ustida yoki har bir shu yuzning ustiga moslashtirib yetkazib beradi. Buni ishlatgan vaqtimizda mouse'niki o'tir chaqin bostirib yetkazamiz. Yetkazib bo'lgandan keyin yerini yutib, avval men shu ko'rinishni bostirib ko'rib boqay. Shunchalik yumshaydi. Yoki men buni bamay turib ko'rib boqay. Buni bamsak ham bo'ldi qaranglar hozir. Yo'q bo'lmasa Sirapqa bunu bektirib boqay. Endi buni yakumsa mouse boyamdan qo'shganda shiftni bosib turib mouse'ning o'ng tugmasini bossanglar bevel edge deb bir buyruq bor. Ya'ni bir siziqni bo'lib turdi, miyada necha bo'lishni belgilab bo'ldi. Ya'ni mana ko'p ozliqqa mavu orliqqa degandek. Endi mana bir tanishtiraylik. Shakl hozir buzib ketdi shunaqa. Undan biz mana o'zini tanışırsak mı oldu? Kırmızı win büstürüp maçıketke qartib qo'ysak, agar bu bo'lmagan bo'lsa shiftni bosib turib, mouse'ning o'ng tugmasini bosib turib, chiqqan tizimlikdan append to polygon bu buyruq bilan biz yuzning yuziga bunda ulab beramiz. Kompleksdan J'ni bossak, bu mashg'ulotni davom ettirib bo'ldi shunaqa, oldingi soatlikda so'zlagandim. Shuning bilan miyada bir bo'g'im qolib qoldi. Biz buni shunday to'xtaymiz. Undan miyada ichki talchikni tanlaylik, buni birlashtirib olsak ham bo'ldi. Shundan shu kunni bossak, mana hozir mana bu qirliq holatga keldi shunaqa.
Endi biz buni trackga duplicate qilamiz. Endi mansizlikni yo'qotish usuli qanday? Ya'ni shunday qo'y. Endi bunun bilan o'xshatib, endi bu ikkisini bu eshittirib shunun bilan bu shakl asosiyatda men o'ylagan keldi. Endi biz buni simiz qilaylik. Simiz shunun bilan mana men o'ylagan keldi shunaqa. Endi ikkilar keyin qatimda qanday qilamiz degan vaqtda ma shakl bilan ma shaklni birlashtiramiz. Mana o'xshash kavashchilarni yo'qotamiz shunaqa. Buning uchun hozir bunda bir masala bor. Qanday degan vaqtda ma bo'lsa NURBS model. Ya'ni hozircha tushunmagan deydi buni. Bu bir mukammal model hisoblanmaydi. Biz NURBS modeldan foydalanib ba'zi bir model qolaysiz bo'lib qolgan modellarni, yasash qolaysiz bo'lgan modellarni shundan foydalanib yasaymiz. Yasab bo'lgan vaqtda endi biz buni polygonga aylantiramiz. Endi buni ben modify convert miya qilsanglar mana NURBS to polygon. Shu shunga kirgandan keyin mana bu xoslikqa shunaqa qayta xoslikqa kirgandan keyin bu tanishilishi mushtarlik bo'yicha bo'ldi. Endi nima degan vaqtda general and then charts and then miyada mana birisi U, birisi V yo'nalishda. U yo'nalish, V yo'nalishga qanday gap degan vaqtda ya'ni mana bir plane bo'lgan bo'lsa, birisi mana yo'nalish bo'lgan bo'lsa, biz bunday ya'ni U bo'lsa mana yo'nalish. Ya'ni bu plane'niki bu yo'nalishini U deb U yo'nalish deydi. Ustida V yo'nalishi bo'ldi. Shuningki mana bu bo'g'im soni ya'ni segment soni. Birisi mana segment, birisi mana segment. Men buni avval qo'shmay turay, masalan apply qilsam mana ikkisiniki segment o'xshash. Men mana 3 ni bossam mana ular mana o'xshash shakl bo'ldi. Shunaqa. Keyin mana polygon model, mana NURBS model. Endi men bu shaklni mana ga olishim kerak. Olsa mana ben o'rniga kelib turib mana tarixini jo'natdim modelniki. Endi men buni sizib olgan NURBS modelini jo'natsak bo'ladi. Mana sirqimni jo'nataylik. Shundan bilan buni mana ga ulaymiz shunaqa. Ikkisini ayrim tanlab olgandan keyin men üst görünüşten qaranlamaya bir qir paydo qilibdi. Mana tanishib tayyorlayman buni. Azroq kichikiltib qo'ysaqlar, o'xshaldi. Mana ikkisini azroq ichiga o'xshaldi. Hamda mana ikkisini o'xshash usulda tanishib Hamda bu ikkisini o'zaro ulash uchun cho'qim ma'nodan tush ketish to'g'ri keladi shunaqa. Endi bu shaklninki astin qismi qarasak, miyada azroq mana yetishmagan ishi bor shunaqa. Shuning uchun biz buni chekitni tanlab turib, B qismini bosgandan keyin bunda chiqadi, bayondan bir so'z degan buni. Buni azroq keyinga nuritib, miyani amalda to'shqizaylik. Bu to'shqandan keyin bu yerdan bir teshik ochamiz endi. Yana teshikdagi misaga shu modelni keltiramiz qo'y.
Endi yeni bir mesele miye qilsak, miyega qilsak, bu yerda bir nuqtaga ikkidan siziq ulangan shunaqa, ma bir siziq ulangan. Miyega bo'lsa bir talam siziq kelgan. Bunda olganda miyaning xatoligi bor. Shuning uchun biz mush chekitlarni hal qilishimiz kerak. Talvaldo shiftni bostirib mouse'ni o'ng tarafidagi o'ng knopkasini bosgandan keyin chiqqan transfer vertex buni so'zlab bergan qo'y, mana qadim darslikda. Chekitni plane'ga aylantirib shunaqa. Shuning bilan men bu chekitlarni yutay. Mana olib keldi. Endi bu yerga bir chekitni qo'ygandan keyin enter ondan miyada bunday bir ulanish bo'ldi. Şunun bilan bu bir to'g'ri bo'lgan shakl keldi. Shunda bo'lishi kerak bu. Endi biz mana qo'sh cheksaklar buni aylantirib tanlayolmaymiz. Ondan keyingi masala nima degan vaqtda biz mana cheklarni sanab boqaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 gacha. Shuning uchun biz ma'lumot 8 ma'lum. Bu 8 bo'lsa ma'lumga to'g'ri ulanmaydi. Chekit soni yetishmaydi. Ammo shuning uchun ma'lum chekit sonini biz ko'paytirishimiz kerak. Ya ma'lumotni ko'paytirishimiz kerak, ya ma'lumotni azaltishimiz kerak. Buni qanday tanishimiz degan vaqtda masalan biz ba'zi bir chekitlarni azaltsak bo'ldi, ba'zi bir masalan siziqlarni mana yutay mana yutay. Endi bu qirliqni tanishib o'taylik. Endi yana bir suv ekani. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 bo'lgan bo'lsa, mavi hozir birinchi ko'paysa 16 oldu. Yana ikkisi qolmaydi ekan. Unda bo'lgan chog'da men yana ikki siziqni yo'qotishim kerak. Qarab qo'yaylik, yana qaysi siziqni o'chirishga bo'ldiki. 8 bo'lgan bo'lsa Zamanı hazır sımızqı ko'rib qo'yaylik. Sımızqısa hozir mavi aniqlab qarang, 16 ta chekka olindi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 yaşınamki 16'ga qalasida
Qo'shkisi yenilam yaxshi ulanmaydi. Buniki 18 shunaqo. 18 bo'lsa cho'qim ichki chekitni yo'qotish kerak. Biz maçıksını yok tutayım. Şimdi buradan bu hazır. Udul geldi şimdi ama. Belki ama şekilde hazırak tanış yapıyla yeni mani. Çekil. Endi maçiklar hazır bir-biriga udul keldi shunaqa. Endi keyin qadam nimishqimizga vaqtda men mana bu hozir retlab qo'yay yana. Maçiklar hazır qirliq holatda bir xil 8 holat shaklinib qolgan. Şimdi çekitten ulaylı. Qanday ulayımızga vaqtda qaranglar. Bu chekitni knop taxtasidan V'ni besib turib, bu yerga mana chekitni miyaga, mana miyaga Musu bo'yicha chekitlarni ulab chiqamiz. Issiqni o'rni ta'sirlash kerak shunaqa. Shuningdek bu shakllarning o'rni kapildi. Endi keyingi qadamda biz bu shaklni o'zaro ulsaq ham bo'ldi. Ya'ni qanday o'ylaymiz degan vaqtda shiftni bosib ikki shaklni ham tanlab turib, shiftni bosib mousening o'ng knopkasini bosgan vaqtda chiqqan tizimlikdan combine yoki bo'lmasa merge'ni chekizam bor. Combine. Ikki shakl birlashdi, lekin hozir mana segment texma ulanmadi ama chekitlar mana. Shuning uchun mush doiradagi chekitlarni tanlab olgandan keyin yana shiftni bosib turib, mousening ustida merge vertex qo'ysanglar mana endi rasmiy ulandi. Endi bir yumshoq harakatga qo'ysak bu ulandi. Endi biz o'zaro yeyishtirib o'taylik. Ondan biz buni bir qadam smooth qilib o'taylik. Smooth.
Endi mana o'xshash qillarni sırasını tanışıp koyuşumuz gerekiyor. Şunu bilan rejectninki aslan kısmı bitti. Endi bu şekilde kısmımızda tuttu. Sımız buldu. Şimdi olan rejectninki aslan kısmı bitti. Ama o'rnini tanishib o'taylik. Ular mavzuning aslan qismi to'liq bo'ldi. Ondan olsa bu soatlik dersimiz misal oyoqlashdi. Endi keyingi soatlik dersimizda rejectninki ma'lum sapaq qismini yasaymiz. Ondan olsa keyingi soatlik dersda ko'rishaylik.